Tashqarisida nima bo'ladi? Birinchisi parkovkasi bor, eko bozor juda ham katta, qassobxonasi bor, yana boshqa magazinlar bor, barber shop bor, korzinka bor. Ichida nima bor deb o'ylaysiz? Biz shu joyga yetib keldik o'rtoqlar. Tez kunda sizlar uchun Samarqand shahar Sartepoda Centrum hol ochilyapti. Hali bunaqasi bo'lmagan. Birinchi va ikkinchi qavatlarimiz to'liq kiyim-kechak bo'ladi. Siz yoqtirgan chet elning brendlari, bizning brendlarimiz, hamma narsa bo'ladi. Mana bu yoqda xuddi shunday kiyim-kechaklar bo'ladi. Sensei brendi kelyapti. Mana bu yoqda esa to'liq telefon magazinlar bo'ladi. U tomonda esa ayollarimiz uchun kosmetologiya narsalari bo'ladi. Bu yoq hozircha 90% tayyor bo'lgan. Mana bu yoqda o'rtada katta lustra bo'ladi. Mana bu yoqgacha ham keladi. Agarda sizga aynan mana shu yerdan joy kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Hozirroq joyingizni bron qilsangiz bo'ladi, lekin joylar juda ham kam qolgan. Foydalansangiz bo'ladi do'stlar. 3-qavat polni food court bo'ladi, bowling o'ynaydigan bo'ladi. 4-qavatimizga kelsak agar, yosh bolalarimiz uchun detskiy plashatka 3,5 ming kvadrat. Bunaqasi hali bo'lmagan o'rtoqlar. Fitness bo'ladi. Kachoglarimizga hozir bu videoni yuborib qo'ysangiz bo'ladi. Tennisni kort bo'ladi. Aynan siz nima xohlasangiz, hammasi mana shu yoqda bo'ladi. Hozirroq yaqin insonlaringizga ulashib qo'ying. Tez kunda ochiladi. Videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan tirs-tirs. Salomat bo'ling.